Assalomu alaykum. Sizlar bilan Suhrob O'zbeksaidov kanali. Demak, bugungi videomizda nima haqida gaplashamiz? Bugungi videomizda qanday qilib shu ton hamyonga pul kiritishni batafsil ko'rib chiqamiz. Har xil yo'llarni va hokazo. Aytgancha qo'yish yoqmagan edim. Mana bu чтобы bironta ko'rsatish maqsadida qayerga fokus qaratishlari uchun. Tak, mana bu yerdan xullas tak, bunday qilib olaylik, чтобы yanada удобный bo'lish maqsadida. Mana kirganimizdan so'ng bizda shu ton hamyon shunday. O'tgan galgi videomda mana bu Wallet in Telegram yoki bizda tilda aytganda Telegramdagi hamyonda qanday qilib batafsil ishlash, qanday qilib pul kiritish va mana shu aksiyalarda to'g'rirog'i sotib olish haqida batafsil kontent qilgan edim. Ko'rib chiqishingiz mumkin. Ton hamyon ham xuddi shunga o'xshab ketadi, faqat ba'zi narsalarga farq qiladi. Masalan, foydalanuvchilarimizdan birida shunaqa muammo bor ekan. Ton mana bu Wallet in Telegram, ya'ni Telegramdagi hamyoni ishlamayapti, kastodianli hamyoni va ton hamyon orqali masalan o'sha aksiyalarni sotib olish mumkinmi deyapti. Albatta bor, mana ko'rsatib qo'yilgan, sotib olishingiz mumkin, ya'ni obmen qilib sotib olishingiz mumkin. Uning uchun sizga pul kiritish kerak bo'ladi. Qanday qilib pul kiritish kerak va hokazo shularni ko'rib chiqamiz. Tak, pul kiritish uchun mana sizlarda ikkita panel, mana 3 ta panel turibdi. Deposit degan bo'limiga kiramiz. Deposit, ya'ni pul kiritish, ingliz tilida tarjima qilganda. Va qanday qilib pul kiritish deb qo'yilgan va bu yerda yozilgan, masalan, USDT sotib olgin va $499 0% komissiya olgin deb qo'ygan, shart qo'ygan va bu small blockchain fee may still apply. Mana shu kichkinagina blockchain komissiya hali ham bo'lishi mumkin ariza topshirishga degan. Buy with Apple Pay deb qo'ygan. Ya'ni agar sizda Apple Pay bo'lsa, Apple Pay orqali bosasiz, xohlasangiz Toncoin yoki USDT bo'yicha o'sha aytgan sharti bo'yicha 0% komissiya olib davom ettirishingiz mumkin. Masalan, hozircha O'zbekistonda menimcha ishlamayapti. Ishlayapti deb hali yangilik chiqmadi. Значит, shunda Apple Payda unda anaqa chiqishini kutamiz, lekin aniq tez orada chiqadi deb qo'ygan. Hammasi birdaniga bo'lmaydi, ishlari ko'p. Masalan, O'zbekistonga integratsiya qilib moslashtirish uchun. Va keyin P2P. P2P ham ishlamaydigan qilib qo'ygan ataylab. Bilasizlar, P2P ni har qanday ko'rinishi O'zbekistonda kripto bo'yicha nelegallik hisoblanadi. Hatto e'tibor bergan bo'lsangiz, Binance'da ham anaqa o'chirib qo'yishgan bu bo'limni. Va bunda ham masalan bossangiz kirmaydi, mana unsupported region, ya'ni davlatda podдержка qilinmaydi deb qo'ygan. Lekin VPN orqali kirsangiz, по-моему, bo'lsa kerak. Keyin bu ham xullas ishlamaydi, foydasi yo'q. Bu ham foyda bermasligi mumkin, xullas mana ikkalasi. Endi transfer from crypto wallet. Agar sizda mana bu kripto hamyon, mana bu wallet Telegramdagi hamyon, kastodianli hamyon ishlayotgan bo'lsa, shu yerdan depozit qilib, o'tgan gali videolarda ko'rsatgan edim. O'sha bank kart orqali, boshqa yo'llar orqali pul kiritib olasiz. Batafsil video ko'rib chiqing. Wallet in Telegram haqida, Telegramdagi hamyon haqida playlist qilganman va unda boshqa videolar ham bor. Batafsil hamma videolarni ko'rib chiqsangiz, albatta tushunchaga ega bo'lasizlar 100%. Xo'sh, o'sha orqali qilishingiz mumkin. Agar buni ham ishlamayotgan bo'lsa, unda sizda bu yo'llar bor, shunday. Bu yo'l ishlashi mumkin. Masalan, bitta obunachilarimni talab va takliflari binoan ishlamayotganligi uchun boshqa yo'llar, mana bu yo'llar orqali hozir sizlarga ko'rsatib bermoqchiman. Xullas, bu yo'l agar ishlasa, lutchi bu yo'lda qilgandan ko'ra bu yo'l qilganingiz yaxshiroq, ish kamroq bo'ladi, shunday. Unda bunga qiladigan bo'lsangiz, ishingiz ko'proq. Masalan, stable coinlar orqali, masalan, USDT tashlamoqchi bo'lsangiz va set tanlaysiz, masalan, ton seti bo'yicha tashlamoqchi bo'lsangiz, siz qaysidir kошелёкdan tashlashingiz kerak bo'ladi yokida boshqa, masalan, other crypto, Bitcoin tashlamoqchi bo'lsangiz ham, masalan, boshqa anaqa kошелёкdan tashlashingizga to'g'ri keladi. Yokida boshqa external wallet from another wallet on ton bo'yicha boshqa kошелёкdan tashlashingiz mumkin deb qo'yilgan, masalan, shunday. Endi bu yo'llarda masalan Wallet in Telegramda qilib bo'lmaydi, chunki buni boshqa kошелёк orqali qilishingiz mumkin. Birinchisi, bundan oldingi videoda VX haqida qilgan edim. Masalan, mana bu ilovasi, xullas, ochadi, ko'rib turganingiz, skip qilamiz. Mana bu kошелёкda turibdi. Bemalol o'sha depozit qilasizlar, referalniy havolamdan o'tingizlar va o'sha silka orqali o'tsangiz, bundan oldingi videoda batafsil ko'rsatganman, sizlarga cashbacklar berib, imkoniyatlar berishi mumkin va boshqa imkoniyatlarni agar lichkam yozsangiz, shu bilan
qilib beraman. Agar ro'yxatdan o'tib o'sha referral havola orqali sayt batafsil ma'lumotlar tashiyman, shu bilan imkoniyatlarga ega bo'lasizlar. Cashback nima? Masalan, pul kiritasiz va hokazo savdo qilganda sizdan komissiya oladi va o'sha komissiyadan cashback tushadi. Cashback nimaligini bilsalaringiz kerak va siz foyda qilishingiz mumkin. Qanchadan qanchagacha? Masalan, spotda qilsangiz, sizga 60% gacha cashback berilishi mumkin, maksimum. Bu degani masalan 100% pulingizni kiritgan bo'lsangiz, shu 60% dan qaytarib olishingiz mumkin shunday. Yokida futuresda savdo qilsangiz, masalan, mana bunaqa futuresda, unda masalan Bitcoin savdo qildingiz va hokazo sizdan komissiya oldi, o'shandan shu mana bunaqa pulingizni, komissiyaga ketgan pulingizni 80% ni qaytarib olishingiz mumkin. Buning uchun nima qilasizlar? Men havola tashiyman. Tak, bu emas, bu ham hozir buni ham ko'rib chiqamiz. Tak. Uzb Saidov deb qidirsak, mana cho'ta yarqisini sal pasaytiray. Xullas, Uzb Saidov deb qidirsak, mana VX deb qo'yganman. O'sha havola kirasiz. Boshqalariga ham qiziq bo'lsa qilishingiz mumkin. Ijtimoiy tarmoqlar yoki boshqa platforma o'zim mana bunaqa qo'yib qo'yganman, havolalarni berib qo'ygan. Eng pastda VX turibdi. Referral kod, o'shandan foydalanasizlar. Bo'ldi, все, o'shandan ro'yxatga o'tib, bundan Visa karta orqali yoki tanishlaringiz orqali pul kiritib, keyin o'sha orqali pul tashlab olishingiz mumkin. Mana shu Telegramdagi hamyonga, masalan, external wallet orqali yoki stable coinlar orqali yoki other crypto bo'yicha tashlashingiz mumkin. Shu. Yana bitta yo'li bu Binance bo'yicha. Qani Binance bizda Binance orqali ham qilsangiz bo'ladi. Binance masalan qonuniy 100% O'zbekiston bo'yicha va bundan karta ulansangiz bo'ladi. Masalan, pulingiz bor bo'lsa, agar pulingiz yo'q bo'lsa, mana shu add funds ga bo'lib tashib, deposit kripto qilib yoki deposit USDT, Bybit USS, Usun karta orqali. Buni ham Binance bo'yicha playlistim bor, batafsil qilib qilishingiz mumkin. Все, kashligingizda turdi. Keyin shu bilan send tugmachasini bosasiz va WinDrive Crypto deysiz. Masalan, USDT deb tashlamoqchisizlar. USDT, davay. USDT mana tashladingiz. Mana bu o'sha kashlokda adresi, boyagi kashlokda masalan stable coin bo'yicha USDT ni qidirasiz. Masalan, TRC20 qilaylik. Copy adresni bosasiz. Kopiya bo'ldi. Va bu yerga tashiysiz masalan. Tashladingiz. Biz TRC20 ni tanladik. Va albatta sechni ham qaraysizlar. Sech muhim narsa. Agar boshqasini tanlab olsangiz, shu bilan pulingiz boshqa yerga amin Allohu akbar yo'q bo'lib ketadi shunday. Shuning uchun to'g'ri kanal, ya'ni bironta suvda qayergadir oqizib borasiz-ku, ya'ni siz o'sha tanlashingiz kerak yo'lni, qaysi kanalga tashiysiz. Masalan, TRC20 kanalga tashiysiz deb tasavvur qiling. Va minimum $10 qilishi mumkin ekan. Va shuni terasiz, masalan, kirganingizdan so'ng WinDrive qilib tashlaysiz, shu bilan kashlogingizga tushib keladi. Bular haqida ham Binance playlistidan topasizlar. Shu bilan wallet, Telegram va hokazo qilishlaringiz mumkin. Все, shu kartadan orqali yoki Visa karta orqali xuddi bunda ham bo'lganday yokida boshqa kripto kashlog orqali do'stlaringiz tashib bergan bo'lsa, bu yoqqa sразу o'sha yuborib olishlaringiz mumkin. Все. Yana bitta yo'li boshqa bor, masalan, Asterium bor. Tak, kiramiz. Asteriumga kirganingizdan so'ng ham mana bu yerda masalan menda masalan Humo token bor. Humo token qilib olishingiz mumkin. USDT ga obmen qilib olib send bosasiz. Bu yerda ham xuddi shunaqa blockchain orqali internet transfer, blockchain orqali kripto adresni berasiz va hokazo mana ko'rsatilgan o'sha ko'rinish, o'sha algoritm, faqat ko'rinish o'zgargan, interfeysi boshqacha ko'ryapsiz, lekin boshqa o'sha adres bor, kanal tashlashga va qancha summa tashlashingiz kerak. Все. Va qanaqa coin tashmoqchisiz, bo'ldi, все, sodda qilib tushuntirilgan. Bu yerda ham receive qilasiz. Receive orqali o'sha kartadan orqali pul kiritishingiz mumkin yoki agar bilmasangiz o'sha Asteriumning o'zini ana bu kripto do'konlari bor yokida o'zini support bo'limiga murojaat qiling. Umuman olganda shu tashlashingiz mumkin. Все. Keyin keyin yana boshqa Binix orqali ham qilsangiz bo'ladi. Binixda ham referalni kodi bor, xuddi boyagi VXda ko'rsatganimdek o'sha havola orqali qilasizlar. Binix bor, VX, ana bu Binance Square'da o'zini qani edi? Mana Binixda ham bor. Xohlasangiz bundan ham foydalansangiz, o'sha VX ga o'xshagan imkoniyat beraman. Qaysi bir qulay bo'lsa, o'zingizga foydalanishingiz mumkin. Binance Square'dagi o'sha sahifamga ham obuna bo'lib qo'yingizlar, foydali informatsiyalar, ma'lumotlar tashab boraman, jonli efirlar qilaman, birga suhbatlashishimiz mumkin. Tak, o'sha orqali qilasiz. Mana ilovasi bor. Kiramiz. Mana bu yerda assets degan bo'limga kiramiz. Bu yerda ham masalan
menda ham shuncha coinlar bo'lsa, shulardan USDT sotib olasiz va mana shu WinDrive depozit qilib agar Visa kartadan pul tushirib olishingiz mumkin yoki WinDrive qilib, ana bunaqa boyagidek o'sha tashlashingiz mumkin. Xuddi Binance yoki Asterimga o'xshab shunday. Yana bitta bor, masalan men T-Cryptoni Surxondaryo bo'yicha ambassadoriman. O'zi asosiy fokusim Surxondaryo auditoriyasiga qaratishim kerak, men umumiy ham qaratib olaman. Aytgancha, bu T-Crypto haqida ham yangi videolar qilganman, kanalimda topishlaringiz mumkin. Va interfeysi yangilandi, veb-sayti yangilandi. Undan tashqari Telegram boti ham chiqdi. Xohlasangiz Telegramdan chiqmasdan turib ham qilishingiz mumkin. Va yana anaqa o'sha veb-sayt orqali o'sha kошелек yaratish haqida ham kontent qilganman, foydalanib olingizlar. Shu o'shanga ham pul kiritib olasiz, bo'ldi, все, o'shan orqali ham tashlashingiz mumkin. Apex Bank karta, virtual karta yoki oddiy o'sha fizikiy karta orqali pul kiritasizlar va shu bilan tashlaysizlar. U haqida ham albatta batafsil kontent qilganman, hammasini ko'rib chiqingizlar. Umuman olganda boshqa Uznex bo'lishi mumkin, boshqa kripto birjalar, kripto hamyonlar bor, yana C-Corp bor. Agar onlayn qila olmasangiz, bu offlayn kripto do'konlar bor, Asterimniki bor. Yana undan tashqari, mana aytgancha, yana undan tashqari mana bu Paynet ham bor. Kiramiz. Tak. Crypto wallet, take the survey. Chotano savur bilan o'sha crypto wallet o'zini Paynetning o'zi bor, kripto do'koni. Undan tashqari T-Cryptoni ko'rsatdim. O'sha mana shu yo'llar orqali qilishingiz mumkin. Agar mana bu yo'l ham ishlamayotgan bo'lsa sizda, mana shu yo'llar bor sizda. Xullas shu yo'lni tushuntirdim. Maydalab tushuntirdim, to'g'risi. Undan ortiq maydalab tushuntirsam, bu haqida maydalab tushuntirgan video kontentlarim bor. Batafsil o'sha kanalimdan topishingiz mumkin. Ko'p kontentlar qilganman. Bu albatta bitta video bilan cheklanib qolmasligingiz mumkin shunday. Все, umuman olganda keyin sotib olish, shu yerda kirasiz. Masalan men Google'nikini olmoqchi bo'lsam, kiraman. Sizda balansingizda bor-ku, buy qilasiz. Bosilib ketdi. Buy qilasiz. Shu bilan masalan sizda USDT bo'lsa, obmen qilib olasiz. Bo'ldi, все. Va siz bilan o'sha aksiya mana bu qani edi. Shu bilan mana bu toncoinlar qatorida o'sha aksiya ham turadi. Shunday. Bo'ldi, umuman olganda WinDrive depozit qilaylik. Masalan men transport qilib masalan qilishingiz mumkin, your term wallet va hokazo depozit. Все, umuman olganda bu haqidagi videoni undan oldingi video Telegramda qanday qilib sotib olishni qilganman. Xuddi shunga o'xshab ketadi. Oddiy swap, ya'ni obmen, bizda tilda dollar obmen qilish qanday? Xuddi shunday, buni elektronli raqamli variantda, faqat qog'ozga qog'ozlik emas, raqamli variantda, elektronli variantda ishlaysizlar. Shunday. Bo'ldi, все. Keyin boshqa do'stlaringizga yuborishingiz mumkin va hokazo WinDrive yoki pul chiqarib olishingiz mumkin. Bu yerda masalan menga sovg'a qilinganlar, masalan o'zini NFT'lari, bitta istoriyalar. Va bu yerda masalan o'sha obmen faqat token aksiyalar, tokenlashtirilgan aksiyalar emas, balki boshqa kriptovalyutalarni sotib olishingiz mumkin. Oltinni tokenlashtirilgan varianti bo'lishi mumkin. Va keyin earn, ya'ni bu staking bo'limi. Staking orqali ham ushlab turganingiz evaziga o'sha daromad qilishingiz mumkin. Va undan tashqari boshqa menga yoqdi masalan ekosistemadagi loyihalari. Juda ham полезный ilovalari bor ekan. Masalan Jet James NFT'lar bo'yicha oldi-sotdi qilishingiz uchun zo'r platforma bu yerda, App Store'dagi, Steam'dagi mana bunaqa sovg'ali kartalarni sotib olishingiz mumkin. Va undan tashqari VPN dan foydalanishingiz mumkin ekan va Stars ham sotib olishingiz mumkin Jet James orqali. Va undan tashqari Buy Games, Goodtons mana bunaqa sovg'alar, o'yin sotib olishingiz mumkin. Bu ikki xil yana bor. Va undan tashqari eSIM olishingiz mumkin. Dunyo istalgan joyda o'sha internetda sotib olishingiz mumkin, ishlatishingiz mumkin. Undan tashqari o'zini sun'iy intellekti, Gemini, ChatGPT, Cloud, Copilot va hokazo shularga o'xshaydigan o'zini sun'iy intellekti bor ekan va sayohat uchun book, ya'ni bron qilib olishingiz mumkin. Otel bo'lishi mumkin yoki boshqa joylar shunday. Umuman olganda shu bu haqda ham albatta menimcha ton hamyonda qilgan edim, esimda bor. Earning assets va hokazo o'sha masala bilan qilsangiz bo'ladi. Shu. Kошелек albatta eng asosiy kошелеgingiz yaratilgan bo'lsin shunday. Bu non custodial kошелек, ya'ni custodialni bo'lmagan kошелек va buni hamma nazoratni o'zingiz qilasiz. Tayyor platforma bergan, hamma himoyalar bor, faqat o'zingiz nazorat, hammasi o'zingizga bog'liq. Ya'ni o'zini kalit so'zlari bor, xuddi parolga o'xshaydi. Paroldan ham murakkab narsa. O'shani yodlab qo'ysangiz va hokazo biron joyga yozib qo'yasizmi, o'shandan keyin hakkerlar ham, даже Wallet Telegram tashkiloti ham umuman sizni nazorat qilmaydi, himoya qilmaydi, faqat o'zingiz nazorat qilib himoya qilasiz. Shunday.
Bu judayam xavfsiz va bunaqa o'zingiz hammasiga egalik qila oladigan kошелек. Ya'ni hech kim aralasha olmaydi bu kошелекda. Любой joyga, dunyo istalgan joyga borishingiz ham mumkin, qabul qilishingiz ham mumkin. Hech qanaqa chegaralar yo'q. Shunday xullas zo'r desam bo'ladi universallikchi. Mana bunda esa nazorat bo'ladi va sizni ham himoya qiladi, ham nazorat qiladi. Masalan, agar noqonuniy ish qilsangiz, sizni aktivlaringizni muzlatib qo'yadi. Bo'ldi, tamom shu bilan. Так что, agar siz bu narsani xohlamasangiz, lutfi to'n hamyonga qiling. Endi vaziyatga qarang-da, masalan, doimiy ishlatadiganda bundan foydalaning. Saqlab qo'yib va hokazo, nima deydi, masalan, qora kunga deb qo'ysangiz, lutfi bundan foydalanishni deb tushunsangiz bo'ladi. Всё, короче, tushundilaringiz. Umuman olganda shu, masalan, yana bitta yangilik, dividend beradi devdimi? Wallet in Telegramga kirsak, menga уже mana dividend Nvidia sotib oldim o'tgan gal videoda. Dividend beradi. Dividend bu ulush. Masalan, bironta kompaniyani, Nvidia'ni masalan kompaniyani aksiyasini sotib olsangiz, u har foyda qilganda sizga dividend beradi. Menga masalan dividend berdi 3-aprelda. Tabriklasangiz ham bo'ladi. Bu ham bir хотя бы pul asta-sekin agar doim ishlab tursangiz, sizga berib boraveradi. Agar foyda qilmasa bermaydi shunday. Ну всё, shunaqa. И albatta yana bitta narsa, xullas, men уже mana ular bilan Wallet in Telegram bilan ham ishlayapmiz. Bu degani sizlarga imkoniyatlar yaratib beramiz. Bu haqda albatta menimcha qilgan bo'lsam kerak. Mana hamyon do'stlar va hokazo ko'rib turganlaringizdek mana bu alohida chat ochdik, narsalar bo'ldi. Ko'rib turganlaringizdek anaqa men buni o'zimni kanalimda qildim. Qani? Xullas, qaniydi? Mana arxivini qildim. Boshqa rasmlarimni ham ijtimoiy tarmoqlarimda ko'rishingiz mumkin. Wallet in Telegramda taklif qiluvdi, yopiq stretcherga maxsus meni taklif qilishuvdi. Bu haqda menimcha kontent qiluvdim. Yana eslatayapman, yangi rasmlari ham chiqib keldi. Xullas, mana men o'tiribman, xullas, shu yangiliklarni bilib oldik, ma'lumotlar, informatsiyalarni kelajakdagi ishlarimiz uchun alohida chat ochildi. Shular bilan ishlayapmiz. Nasib xudo xohlasa sizlarga ham bu imkoniyatlarni tayyorlab beraman. Umuman olganda shulardan iborat edi. Qandaydir savollaringiz bo'lsa, berishingiz mumkin. Takliflar bo'ladimi, shikoyatlar bo'ladimi yoki umuman keyingi video nima haqida bo'lsin, shularga talab va takliflardan kelib qilaman umuman olganda. Qandaydir gaplaringiz bo'lsa ham umuman olganda kommentariyada o'z fikringizni muhim qoldiring shunday. Чтобы men analiz qilay, keyingi video nima, mana shunga qarab kontent qilaman-da sizlarga qarab. Albatta video yoqdimi, yoqmadimi, like yoki dislike shu narsa orqali ham ko'rsatishlaringiz mumkin. Do'stlaringizga ham yuborib qo'ysizlar, sizga yoqishgan, foydali bo'lgan bo'lsa, полезный, boshqalaringizga ham ular ham bilsin. Любой do'stingizga, istalgan odamingizga yuborishingiz mumkin. Bu sizning tanlovingiz. Xohlasangiz kripto sohaga qiziqadigan yokida o'zingiz bilgan odamga olganda yuboring. Istalgan odam hammaga yuborishingiz mumkin shunday. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'ysalaringiz va har bitta videolarning birinchilaridan bo'lib anaqa o'tkazib yubormaysizlar bu videolarni. Har bitta videolarni ko'rib olishlaringiz mumkin. Umuman olganda shulardan iborat edi. Sizlar bilan suhbat edi. Xayr, salomat.